alaykum do'stlar, qadrdonlar. Sotiladigan Tiko narxini hozir aytib o'tamiz. Oldin plyus va minus taraflarini ko'rsatib sizlarga o'zimni sotiladigan Tiko, o'zim haydab yurgan, где-то 4 yil bo'ldi haydayman do'stlar birodarlar. Mana shu Tikoni sotmoqchiman. Plyus taraflari do'stlar birodarlar. 4 ta balon yangi, 4 ta balon yangi. Korobka motor yaxshi sostoyanida do'stlar birodarlar. Korobka motor yaxshi sostoyanida. Avgust oyigacha dokumenti bor, utili bor. Inshaalloh olasiz, haydaysiz, ko'nglim to'q haydab yuradigan mashinam. Minus taraflari ham bor do'stlar birodarlar. Ozgina kraska ishlari bor. Chixol polik hammasi qilingan do'stlar birodarlar. Chixol polik, mana ichki taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Chixol polik hammasi taglariga, eshiklariga, apshipkalariga, rullarigacha qilingan. Xo'p, benzin, mexanika, gaz qo'yilmagan qadrdonlar. Mana shu kraska ishlari ham bor. Hozir ko'rsatib o'tamizki, kelib misol uchun ko'rganlaringizdan ko'ra hozir ko'rsangiz, mana shu eshigini joyini jestanka qilingan, faqat kraska qilib chiqish kerak. Mana shu avtomashina o'zim 4 yil haydaganman, juda ham bir o'zimga ma'quli sotishimiz kerak, boshqa avtomobil xarid qilish niyatida. 15 ming somon, aytaman ham bir marta, utili bor. Avgust oyigacha dokumenti bor do'stlar, qadrdonlar. Xo'p, 4 ta balon yangi, akkumulyator yangi, motor, korobka hammasi yangi. Pollik, chixol hammasi qilingan. Faqat ozgina kraska ishi bor. Sog' bo'lasizlar. Ushbu mashinani xaridori aniq bo'lsa, telefon qilinglar, bironima tushirib beramiz. Baraka topinglar.